Tugidez tekshiruvga bemorlar tayyorlov bosqichi bilan sizlar bilan tanishib o'tamiz. Kelgan bemorlarda qanday tayyorlov bo'ladi, qanday etaplarda amalga oshiriladi, shu bilan sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Kelgan bemorlarda ahvoli birinchi navbatda shikoyati, anamnezi to'liq o'rganiladi. Bemorlarda nima shikoyat bo'lyapti, nima holat bo'lyapti, shunga qarab turib tekshiruv amalga oshiriladi. Ya'ni bu uzilgashdimi, oshqozonnimi, nafas yo'llarinimi yo uyg'on ichida tekshiruv amalga oshirish kerakmi? Shu birinchi navbatda aniqlanadi. Keyin ikkinchi navbatda bemorga bu tekshiruv haqida tushuncha beriladi. Ya'ni sizga bu tekshiruv muhim, kerak. Sizni bu holatingizni to'liq ma'lumot beradi. Tekshiruvlar video endoskop hamda fibro endoskop orqali amalga oshiriladi. Video endoskop orqali to'liq ta'sir monitor orqali tasvirlarni ko'rishi, yozib olishi, suratga olishi ishlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari qo'rquv bo'lgan bemorlarda narkoz usuli orqali amalga oshirish, tekshiruv amalga oshirish mumkin. Bu tekshiruv orqali bemorni maxsus vena qon tomiriga dori moddasi yuborib turib, ulatib turib, o'zi bilmagan, o'zi sezmagan holatda qiyinchiliklarsiz bemorni tekshiruv amalga oshirishi, yo qanaqadir manipulyatsiyalar, kichik tashriqlar amalga oshirilishi mumkin. Undan tashqari narkozsiz tekshiruv usuli bor. Bu narkozsiz tekshiruv usulida bemorlarga ongni saqlangan holatda og'iz bo'shlog'iga lidokainning foiz eritmasi sepib amalga oshirishimiz mumkin. Bu lidokainning foiz eritmasi og'iz bo'shlog'iga sepiladi. Og'iz bo'shlog'iga sepilganda tilda halqum sohasi, og'iz bo'shlog'i sohasini sezuvchanligini pasaytirish, yutishda qiyinchiliklarni oldini olish maqsadida ishlatiladi. Undan tashqari bemorlarga og'iz bo'shlog'iga maxsus zagulnik tishlatib qo'yiladi. Bu zagulnikni tishlatib qo'yishdan maqsad bemorda shlang yutib turganda tishlab olmaslik, yo xatti harakatlarni oldini olish maqsadida shlangga, zonkga nojo'ya ta'sir ko'rsatmaslik uchun zagulnik, ya'ni o'tkazgichlar tishlatib qo'yiladi. Bundan tashqari bemorda kushatkaga o'tkaziladi. Kushatkaga o'tkazilib turib, chap tomonga yon boshlatiladi. Chap tomonga yon boshlatib, bemorlarda oyoqlari bukilgan holatda, qoringa tortilgan holatda, oyoqlarini qoringa tortgan holatda yotiladi, qo'llarini o'zini quchoqlagan holatda yotiladi. Undan tashqari boshini pastga ekkan holatda yotiladi. Chunki boshni pastga ekkan holatda bemorlarga turli xil shiralar, suyuqliklar pastga yo'naltirish, aspiratsiya holatini oldini olish maqsadida amalga oshiriladi. Bemorga shlang yutib turganda bemorlar yutinish hissi berishi amalga oshirilishi aytiladi. Bemorlar nafas olib chiqarib yotishi, unaqa ta'sirlar bo'lmasligi to'g'risida ma'lumot berib o'tiladi. Tugidezga tayyorlov bosqichi shulardan iborat.